Atamsın valla. Çizlik maaş tutun ama. Ne maşın aldın la? Çana boşan. Kaçıncı yılın ki? 2017'nin. Siz sattınız mı? Kol kot mu ya otomatik kot mu? Kol kotunluk. Kaç pul sattınız? 2016'nınkine 17.000 koyga. 2016'ınkine 17.000 koyga. Kada bizim bazarның bir mülazimeti, yo muhiti, maşinçinin mülazimeti bir narazı olub yapan yok mu? Razı olduk. Razı olduk. Abi tuncu kıtım kelsin olma ya? İkinci kıtım gelişimiz. Bunun aldığım bir kıtım maşina ketken. Bir kıtım ağa. Qandarak çıktı maşina? Yaxşı çıktı, yaxşı çıkkaç edgenden ben tapamadım da. Saat 5 olgacha. Bizim ordumuzu tapmak asan tabi qanda bir tapamagan. Konusunu bildik emas, men de kep bakmagan. Acı kadar bilmeye kalkışacağım bizim ordumuzda. Abi rahmet bir kollab kepayın olga. Nereden geldin lan? Ulug'chatdan geldim. Ulug'chatdan mı? Abi bir jutikiliga bir o taraf bir tavsiye qilib qo'yasizlar. Qo'llab bizning mashinani qilinglar. Shunda xo'sh. Rahmat. Razı bo'ldingmi ya? Mashinaning ustidan bir ansiraga shubham yo'qmi? Yo'q. Bizni aldık da. Ma'qul. Anda sattınız mı ana? Siz aldınız mı? Kaçıncı yılın olib ketdi? 16'ını. Qancha pul sattınız? 43.000. 43.000 ko. Maşının bahasından, bazarımızın muhitinden, balının mülazimetinden narazı olup bir ko'ngil ranjigan şey ya bam yo'qmi? Yo'q ha. Bir yo'shanmay qana qilmaysiz? Jalap Bermez. Bermez ama bunda qo'rqma ya. Bir yo'shanmay jalab birda boshqa elimizga bir so'g'ib qolsin. Bo'lamda. Unda bo'lsa, men gap jumaymisan. Abi bizni qo'llab kelpayining bir rahmat. Bir dostluğa, bir öydekiliğe, bir mahal koydukiliğe bizni tavsiye qilib qo'yasiz. Qada? Bo'ldi. Rahmat. Ma'qul. Yasinga qadaroq yaxshimi? Birga mashina sota oldimmi? Qanchadan sotdilar? 6 tal. 6 talmi? Özümge bir şeyine hoşlanmıyorum 5 tal. O'zlariga bijina qo'shiladi boshda. Men shu mashinani sotaman deb jag'imni men jarsi tilayotgandan Ya. Chaqchaq qo'ydim. Özümüzdekini satamaz, hoşlanıp kızımız satıp Bayaq siz ziyorat qilasam qo'shilma satgan xaridaringiz chiqibdi, shundan so'ng biz ziyorat qilay deb kelishim ekan. O taraf bir ses tutsa. Bizning bozorda ham shu kelishmaganda kelishtirib qo'ychaman Yasin kamdan bir alaylik. Yasin uzun quloq deymiz. Chaqchaq deb qo'yma, o'zimning obda aksi. Bo'ldi amsaka, shilqlayram. Sattınız mı ana? Qancha pul sattınız? 54.500 ga aldınız mı? Kaçıncı yılda? 2016 yılındaki. 2016'nın arbalığın mı, arsalığın mı? Arbalığın. Hem de ko'nglingizda mashina qimmat bo'lib qolgandimi? Yo'q. Ma'qul qoldingiz, o'zaro kelishdilar. Ma'kasizlar. Bir bakmay soğuk mu soğuk emasmi? Soğuk. Ha? Açın gap qilsana. Soğuk. Ha, shunday meli. Men chiqibman, meni o'ylabmiz hada so'q emas. Butun to'g'ri tarayjim ama chidamas mashina deb nom qo'yibmiz yana. Chidaymas. Mashinanki bu umumiy ahvolda xabardor bo'ldingizmi? Bizning mashinchilikdan, bozorning muhitidan, bizning mulozimatdan bir norozi bo'lib qolgan ko'nglingiz chigishib qolish bor yo'qmi? Naraz oldum. Nereden geldiniz? Samendim. Rahmet. Bizni bir çoğun bilip gelip maşinanın üstüne koşulduk. Bunun için bir qanday iş olsa bir izlersiz. Bir dost braderliğe, bir mahalledikilige, bir jutkiliге bir bizim bir teşvikatımızı kutlayasız. Çolanda rahmet. Rahmet sizge. Rahmet. Avaylab beydep bir qatnaşqarsız raya qilibchimi? Ma'qul. 7 yerim bo'pti. Endi ma'vi bugun setilgan 33-chi mashina aka. Yakandan kelishiblar. Shuna qo'shildim. Ata aytdi shunchalar jiroq yandan tashlab, jiroq orliqni jiroq ko'may kelib bizga misha sotib berganlarga sepsam ko'nglim shuna qo'shildi. Mashinani 136 ming qo'yib baho qo'yibdikan. Sizlar 135 ming qo'y deblamdi. Bekchiq ortiq baho qo'ymab, ming qo'yning shikan qo'yib birmiz. Bir bakmay so'q qilamiz. Qanda? Siz bir mashina setib bakma adam bo'lmagan bo'lamda? Hisobmi? Qanday gaplarni? Bo'l chatap. Aka, hamsa, yo'q, bunday demisizlar. Hamsizligim pul topma qolsa emas. Moshligim pul topma qolsa emas, hammamizga qolsa emas. Endi bu ishonchlik deb kelmasanglar bularga o'zingizdan bir yerdan ezib kelib qolmaysiz, shundaymi? Shuna olgan ekan, shu tog'illarimizniki, do'st birodarlarniki mulozimlikni yaxshi qilib yo'lsizlar. Bulardan endi kim bir xo'sh oldingmi aka? Xo'sh oldingizmi? Endi bir bo'lsa Mesela mülazimette yaxshi şu aldırımlab qoldik deb keldi bular. Şu anda bir yakang va baslar bir teşvik qo'ysalar acha. Ma'qul teşvik qilib. Biz dedim men mening bolim aylan, biz dedim mashina inshaalloh tuyda. Biz mashina olgan ekan yaxshi qilib qolsa, yana shu bolliq aql keladi. Bo'ldi, rahmat. Kendisi men ayak bayla eşan aldık deb ekipqanga. Rahmat. Bu bo'z yakan xalqiga salomimizni yetkazib qo'yinglar. Yakanlik do'stlar, bekchiq keldi bizning bozorimizga. Yakanni biz 20 ming qilib
yarvine. Ha bu idem to'yuqkan. Qashqan edi. Kemmaydi. Deyishlardan chiqatdik. Men keldik buni. Maya kelsa, Mayning gapini qilmagan, men o'zim dedim, mashina bir yuşak mayjalab birman, bizning faoliyat vaqti bor, men mayzon o'rlashtirgan deb. O'zim dedim, siz demagan bu gapni. Bir yuşak uzoq mayjalab birman. Unda bo'lsa shu bir xaridorni yaxshi rozi qilib bersin. Bormi desak, deyishim mayjalaymi dedi. Buningki Kepibek çaylıkken bizim bir yerde bir verdi bir 110 mikro bir maşını kelişik kıl qasla. Aylin çöküp kilvalı deb keptik bir yerga. Shunday ma'lum qildi. Hamda Mashina. Acha taqdir degan shunday bo'ladi hamda. Taqdir. Çaylık yapmıştık qishni ketganmi qo'shan deb axir 35 ming chiqdi. Ha, hech qisi yo'q hamda 2 yillik gapi. Bizde ketiler hem de bir alametimde yeken aldı hep. Hem de muşmazlarım bir kişi bakılı ma bala muşeşen bir Alalayla. Buni chilik qilibdi. Mashinaningki subtidan xotirjam bilanlar bizning. Bir mashina. Ahmetcan yaxshi mashina sotdi bizning bozorda. Yakshilab mal akapti keptik şu an. Bo'ldi. yaxshi Bundas mashinammaq asa emas, bir asrab haydab, bir qatnash qarsiz rioya qilib, mush mashina bilan bir turmushingni texim bir yaxshi bo'lib, oilangni baxtlik, xushal xuram bo'lib ketsin. Bo'lamda, ma'qul, rahmat sizga, rahmat. Kelishdingmi? Kelishdi. Qani xaridorlar? Satmay qo'ymayman degan og'inamning bir sema qozoqcha deb kiyibdi. Mana. Kimning? Mushmimani so'q qildi. So'q qildimi? Men ministr qalpoqmi, nima qalpoqmi? Bu odatki qalpoq. Odatga. Odatki qalpoq. Nereden keldingiz? Quloqchatdan. Ma qaysi mashina deyishdingiz? Kiysan deyishdingiz. Ma mashina qoldi maliga. Ma'ni siz qoldi, men deyishdingiz. Qancha bo'ldi? Buni shu 29 bo'ldi. 29 ming qancha yildan? 15 ninki. Ha, bizning shu bolaninki, bizning bozorninki, hamda bu mulozimat sharoit muhitidan bir norozilik yo'q. Yo'q, bu o'zimi ochiq yo'q baliki. Ochiq yo'qmikan? Siz o'sha doylarni jiq ko'ramiz. Sizlarning bozorning qoidasi va shu ilqi urib soqilgan, o't suvda qolgan evallar bo'lsa birgichi kiradi. Ha, shuning Bir bak mayni jalab turgan bo'ldi. Gapimizga 95 maydan bir bak jalab birma. rahmat bizni bir qo'llab kelganingizga, bir do'stlarga, bir jutkiliga bizni tavsiya qilib qo'yasiz. Bo'ldi. Jima? Bir qirg'iz do'stlarga bir salomimizni yetkazib qo'ying. Qanday ishlar bo'lsa, udil kelavering. Anadan keyin mush mashinani bir avaylab haydab, bir qatnash qarsiz bir rioya qilib, mush mashina bilan bir ishlaringiz texmi yaxshi bo'lib, yo'lingiz texmi ochiq bo'lib ketsa. Jima? Ma'qul, rahmat do'stlar, rahmat.